Keyingi misolimiz Excel jadvalining A1, D2 ketakchalar blogi berilgan. B1 ketakchaning qiymati qanday bo'lganda A2, D2 ketakchalar blogi asosida hosil qilingan diagramma ko'rinishi quyidagi rasmdagidek bo'ladi degan. Xo'sh, bu yerda biz B1 ketakchaga qandaydir qiymat qo'yishimiz kerak. Buni hozir mana X deb olaylik hozirlikka. Ya'ni noma'lum deb olaylik. Bu noma'lum mana. Bu noma'lumni topish uchun nima qilamiz? Birinchi o'sha noma'lum qatnashmagan katakni topamiz. Noma'lum qatnashmagan. Demak, mana bu yerda noma'lum qatnashgan. Mana A1 va D1 diapazon degan birinchi A2 katakka qaraymiz mana. Max degan A1 D1 diapazon degan. A1 D1 diapazon deydigan bo'lsa, demak bu yerda barcha kataklar bor. A1 ham, B1 ham, C1, D1 ham bor. Noma'lum bor. Ikkinchi B2 katakka qaraydigan bo'lsak, bunda ham bor mana B1. Demak, noma'lum bor. Uchinchi katakka e'tibor beramiz. A1 qo'shilgan D1 ekan. Mana shunda mana noma'lum yo'q. Buni topib olamiz necha qiymatligini. Va keyingi 4-chi katagimizga qaraymiz. D2 katakka. Bu yerda ham A1, D1 diapazon berilgan. Diapazonda barcha bo'lgani uchun noma'lum ham shuning ichida bo'ladi. O'shaning uchun mana C2 katagini qiymatini topib olamiz. Yana bir narsani aytib o'tish kerak ma'lumot o'rnida. A2 katagining foizi mana birinchi ko'k to'xtagan A2 katagining foizi bo'ladi. Mana bu A2 katagining nimasi foizi. Bu B2 kataginiki, bu C2 kataginiki, ana bu esa D2 katagining foiz qiymatlari bo'ladi. Biz topib olamiz C2 katagini. Stipen deyilgan. Stipen degan bu daraja. A1 ning qiymati 4 ga teng. Qo'shilgan D1 ning qiymati 0 ga teng. Demak, buning darajasida 1 taqsim 2 ekan. Mana 1 taqsim 2. Bu ham nimaga teng bo'ladi? Bu ham ildiz osti 4 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsak 4 bo'ladi. Bu ham teng 2 ga. Endi mana shu 2 ni 2 necha foiz ekan? C2 katagini qaraymiz. Mana C2 katag 25% ekan. Demak, 2 25% ga teng deb olamiz. Endi mana bu katagidagi qiymat 2 da o'sha 25% ga teng ekan. 25% deb olamiz. Mana 25%. Endi biz yana bir noma'lum qatnashgan katakni olamiz. O'zimizga yaxshi bo'lishi uchun, oson bo'lishi uchun mana B2 katagini olamiz. B2 katagida C1 berilgan. C1 11 ga teng. Demak, ayrilgan B2 miz nimaga teng edi? X ga teng. Mana X. Bu necha foiz? Ya'ni B2 katagimiz. B2 katagimiz mana bu yerda mana. Bu 37,5%. 37,5% mana. Endi proporsiya. 25 11 minus x ko'paytirilgan shunga barobar 37,5 ko'paytirilgan 2. Xo'sh, yana endi mana buni qavs ochib chiqamiz. 275 ayrilgan 25x teng bo'ladi 75. Demak, 25x teng bo'ladi 275. 275 ayrilgan 75. X barobar, demak 200 bo'lingan 25. X barobar 8 bo'ladi. Javobimiz chiqdi mana. Demak, mana bu yerda to'xtagan B1 katagimiz, noma'lum katagimizning qiymati 8 ga teng ekan. C javob to'g'ri.